Assalomu alaykum. Boylar ko'rdilaring akajon, assalomu alaykum. Dushanba qiyin kun, charchavallaring. Mana bizni ham Prachka Anvar Abdullayev poyezd yutib jentira yutgan. Kimdirlar Malibu yutgan bo'lsa. Yarasiga bunday qilib tushib qo'ymagan var. Nima bo'ldi? Nimaga? Jentra halani var to'kiga osibdi. 9 milliondan chiqyapti krediti. Balla, kreditga berilganmi? Ular bor narsani sotib, jentraga to'layapmiz hozir kredit. Balla. Bir mahal ovqat yeb keyin xaltanirovka qilib kredit to'laga olibdi. Aytdim abet bo'ldi, hech narsa yo'qdi. Abet qilmaydik bizda. Shu davlatda yiladi kredit to'laydi. Ataka hammasi yaxshi. Atak tushunadinglar. Ana poyezd otibdi. Bittasi bagajda chalib oldi. Bittasi jenda o'sha jentrani bagajda chalib oldi. kreditda jentrani bagajida. Ikkita poyezd sizda. Bittasi eski versiya, bunisi yangi versiya. Bir marta Ammo jentra bitta kreditga o'yam. poyezd olib, chempion bo'lib, chempionlik poyezdini